Alloh taolo Qur'onda zikr qilish masalasini, ya'ni Xudoni zikr qilish, doim inson zikrda bardavom bo'lishlikni Alloh Qur'onning 16 ta joyida keltirdi. Va bunda oyat fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Uning bittasi 16 tadan bitta oyat meni yod etingiz deyapti Alloh taolo. Meni ham sizni yod etaman. Ya'ni Allohni siz eslang, sizni ham Alloh eslaydi. Va menga shukr qiling, noshukrlik qilmang deb Alloh taolo Baqara surasining 152-oyatida shunday marhamat qilib aytadilar. Ikkinchi oyatda inson uchun muhim bo'lgan oyat. Allazina amanu tatma'inna qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Iymon keltirgan insonlarning qalblarigina, e'tibor bering, qalbda iymoni borlarning qalbigina Alloh taoloni zikr qilsa qalblari orom oladi. Endi bizni iymon darajamiz qandayligini inson mana shu joyda bilishligi kerak. Qarang, zikr aytyapmiz, salavot aytyapmiz. Qalb holati qanday? Xotirjammi? Xotirjam. Musiqa tinglayapmiz. Qalb qanday holati? Zikrda mustahkamroqmi, xotirjamroqmi yoki musiqadami? Imorat qurdingiz, yangi mashina oldingiz, yangi kiyim oldingiz. Qalbning xotirjamligi qanday-yu, zikr qilayotganda qalbning xotirjamligi qanday? Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Iymon keltirganlarning qalbi Allohning zikri ila orom oladi. Ogoh bo'lingki, Allohni zikr etish bilan qalblar orom olur. Ra'd surasi 28-oyat. Va shu joydan bilinadiki, bizni qalbimiz qaysi amallarini qilayotgan vaqtimizda orom oladi. Shuni o'zingiz uchun bilib olingda, o'zingizni holatingiz qandayligi bilinadi shu joyda.